Bu bitta chiqsa ekan Assalomu javob alaykum, beraman. hurmatli aziz vatandoshlar, aziz hamyurtlar. Bugungi qiladigan roligimiz to'g'rirog'i hozir mana Surxondaryo viloyatining markaziy shifoxonasida turibmiz. Bahromjon akamizning ahvollari o'ta og'ir. Mana hozir shu bo'limga keldik. Hozir shu bo'limga sizlar shu joyga taklif qilib ko'rsatamiz hamma narsani. Biz sizdan xayriya so'ramoqchimiz, ehson so'ramoqchimiz. Iltimos sizlardan imkoniyati yetadiganlar mana shu ro'zai Ramazon oyida kimgadir ehson qilib, kimnidir ko'nglini olishni istaganlar imkon qadar mana shu rolikka karta raqamlarimizni qo'yamiz. Shu karta raqamda Ulug'ov Bahromjonning karta raqamlariga o'zlaringizni xayr va ehsonlaringizni tashlashlaringizni yordam so'rab qolamiz. Iltimos qilamizki, imkon qadar agar shu pul mablag'i berishga imkoniyatingiz bo'lmasa, shu roliklarimizni boshqa kanallarga ham tarqatishlaringizni so'raymiz. Mana reanimatsiya bo'limidamiz hozir. Surxondaryoga Termiz shahar reanimatsiya bo'limi Ulug'ov Bahromda hozir sostenasini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Aziz vatandoshlar, mana shu biz sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan insonimiz Ulug'ov Bahromjon aka. Juda ham og'ir ahvolda. Sizlardan saxovatpesha insonlar, o'zbek ro'zai Ramazon oyiga sizlardan iltimos qilamiz. Sizlardan yordam so'raymiz. Shu insonni jigar ko'chirib o'tkazish uchun Hindistonda boriladigan bir necha so'mlik mablag'larga yordam berishlaringizni so'raymiz. Iltimos sizlardan. Mana otalar bilan gaplashamiz. Aka, qani nima ahvol bo'lyapti? Nima yordam? O'g'lim bilan farzand bilan oila ish mana shu ahvolga chiqib qolgan. Hamma bola olib sotildi. Ishlarsiz qolgan. Yordam bersa, boshqalarga to'masin deb iltimos qilyapman. Sizlar orqali shu insonga ozgina bo'lsa ham ro'zai Ramazon oyida yordam qilsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Aziz vatandoshlar, aziz yurtdoshlar, men hech qachon roliklarimga bunaqa soha bo'yicha chiqmaganman. Men sizlardan birinchi marotaba yordam so'rayapman. Aziz obunachilarim, meni ko'rib turgan barcha yaqinlarim, meni sevgan va men sevgan insonlar, sizlardan yordam so'rayman. Shu insonni ozgina bo'lsa ham yordam qilib, shuning ikkita voyaga yetmagan farzandlarini otasiz qoldirmaslikka, bir insonni farzandog'i bilan hech qachon bandasini sinamasin. Mana shu insonning farzandini oyoqqa turg'azib, duo olish imkoniyati bugun sizga keldi. Menimcha hozir yordam bersak, hozir imkon qadar shu insonning mablag'iga pul yetarli mablag' to'lab bersak, menimcha sizga ham bizga ham Alloh o'zining 1/70 savobini qo'shib yozib beradi degan umiddaman. Iltimos sizlardan karta raqamlarini qo'yganmiz, telefon raqamlarini qo'yganmiz. İmkonlaringiz boricha shu insonga yordam qilingizlar. İmkonlaringiz yetmaganlar duoda qiling, duoda bo'lingizlar. Qolaversa shu roligimizni boshqa kanallarga ham tarqatib, imkon qadar savob olishga harakat qilaylik. Iltimos sizlardan. Mana otalari, manaki bemorimiz Bahromda o'zlarini sostenalari juda og'ir ahvolda. Sizlardan iltimos, musulmonlar bir yordam qilib, mana reanimatsiya bo'limida o'zini bilmay yotibdi. Mana otalari. Bolalar yetim qolmasin. Yoshlar Mana kislorodga ulangandi hozir. Mana bunday kislorodni qo'yishdi, mana jigardan kelib turgan nimalari mana juda og'ir ahvolda. Yordam qilishlaringizni iltimos qilib so'raymiz. Jigar ko'chirib o'tkazish muolajasini 600 million so'm baholashgan. Sizlar bo'lmasalaringiz buni qilishda umuman ilojisi yo'q. Musulmon xalq sizlardan iltimos qilib so'raymiz. Yordam qilishlaringizni kutib qolamiz. O'zlarining kartalari, o'zlarining nomida
telefon nomerlarini qo'yamiz. Pryamoy bog'lanishlaringiz mumkin.